Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men O'razi Faxriddin Isoqovich, Dino tadbirkorlik va pedagogika institutining pedagogika psixologik kafedrasi katta o'qituvchisi sifatida faoliyat ko'rsatib kelmoqdaman. Bugun sizlar bilan biz umumiy pedagogika fanining 3-modeli pedagogik mahorat yo'nalishi bo'yicha quyidagi mavzu bo'yicha sizlar bilan gaplashamiz. Kommunikativ malaka va ta'sir ko'rsatish o'qituvchi faoliyatida muomala madaniyati va psixologiyasi mavzusida fikr yuritamiz. Rejalarimiz quyidagicha: kommunikativ malakaning asosiy jihatlari, ikkinchisi ta'sir ko'rsatishning asosiy jihatlari, uchinchisi muomala madaniyati. Kommunikativ malaka o'qituvchining o'quvchilarga nisbatan samarali tarzda ma'lumotni to'g'ri yetkazib berishi, ularni tinglash, tushunish va o'zaro fikr aniq ifodalash imkoniyati o'qituvchi qobiliyatida namoyon bo'ladi. O'qituvchining kommunikativ malakalarini o'quvchilarga nisbatan bilim berishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Kommunikativ malakalarning asosiy jihatlari: fikrlarni aniq ifodalash. O'qituvchi o'z fikrini aniq va tushunarli, mantiqiy tarzda ifodalashi kerak. Bu o'quvchilarga nisbatan mavzuni to'liq ifodalash va to'g'ri tushuncha ifodalash imkoniyatlarini dars jarayonida o'qituvchi o'z fikrini aniq ifodalaganligi darajasini dars jarayonida ifodalab beradi. Chunki o'quvchilarning diqqatini saqlash va ularni to'g'ri yo'nalishga bo'lgan munosabatlarni o'zini faoliyatida ifodalab beradi. Aktiv tinglash, chunki bu jarayonda faol tinglash imkoniyatlari o'qituvchi o'quvchilarning fikrlarini va savollarini tushunarli tarzda ifodalash, diqqat bilan tinglash imkoniyatlarini bolalarda shakllantiradi. Chunki faol tinglash o'quvchilar bilan to'g'ri muloqot o'rnatish va ularning nisbatan ehtiyotkorona munosabat bo'lish imkoniyatlarini o'zining faoliyatida aks ettirib beradi va unga nisbatan faoliyatini ifodalaydi. Jismoniy va so'zni ifodalash. Kommunikativ malakalar nafaqat so'zlar, balki tana, til hamda faoliyatni to'g'ri ifodalash imkoniyatlarini o'qituvchi o'z faoliyatida to'g'ri ifodalab berish kerak. O'qituvchi o'zining jismoniy ifodalanishini, mimika, qo'l harakatlari, pantomimikalar bilan izohlaydi. To'g'ri va maqsadga muvofiq ishlash kerak. Chunki bu jarayonda o'qituvchining har bitta xatti-harakati o'quvchilarga nisbatan o'sha munosabat to'g'ri o'rnatilganligidan dalolat bo'ladi. Bu o'quvchilarga nisbatan ko'proq tushunishga nisbatan yordam beradi va darsda muhim yanada samimiy munosabatlarni o'qituvchi izohlab beradi. Ta'sir ko'rsatish o'qituvchi o'quvchilarga nisbatan o'qish jarayonida rag'batlantirish, ular bilan ijobiy munosabat o'rnatish va ularni o'z maqsadlariga erishish uchun o'rganishga undash qobiliyati o'qituvchi faoliyatida ifodalanadi. Chunki bu jarayonda ta'sir ko'rsatish imkoniyatlari o'qituvchining pedagogik mahoratini muhim qismi sifatida namoyon bo'ladi. Chunki bu jarayonda o'qituvchi o'quvchilarga nisbatan to'g'ri faollik munosabatlarini, ularga nisbatan motivatsiya oshiradi va ularning har bitta holatiga nisbatan baho berish imkoniyatlari o'qituvchi faoliyatida namoyon bo'ladi. Ta'sir ko'rsatishning asosiy jihatlari: motivatsiyalarni yaratish. Chunki o'qituvchi o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishlarini uyg'otish uchun turli xil motivatsiyalar usullarida qo'llash kerak. Bu o'quvchilarga nisbatan o'z maqsadlariga erishish uchun rag'batlar berish, motivatsiyalarni to'g'ri izohlab berish, muvaffaqiyatlarga erishganlik darajasini to'g'ri e'tirof etib berish va ularga nisbatan bo'lgan munosabatlarni dars jarayonida o'qituvchi izohlab beradi. Uning vazifalari o'sha o'quvchilarga nisbatan darsning ahamiyatini tushuntirishi, ularning o'z oldiga qo'ygan munosabatlarida namoyon bo'ladi. Tarbiyaviy ta'sir o'qituvchi o'quvchilarga nisbatan faqat bilim berish emas, balki ularni to'g'ri xulq-atvor, ijtimoiy mas'uliyat va axloqiy qadriyatlar asosida tarbiyalash nazarda tutadi. Tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish orqali o'qituvchi o'quvchilarni nafaqat akademik jihatdan, balki shaxsiy faoliyatining rivojlanishiga nisbatan ham e'tibor qaratiladi. Ijobiy fikr bildirish o'qituvchi o'quvchilarga nisbatan ijobiy fikr bildirish imkoniyatlarini o'quvchilarda shakllantiradi
va ularning o'zining qilgan ishiga nisbatan rag'batlantiruvchi so'zlarni dars jarayonida ifodalaydi. Bu o'quvchilarning ishonchli va o'z ishiga nisbatan munosabatlarini ifodalashda to'g'ri munosabat o'rnatilganidan dalolat bo'ladi. O'qituvchi faoliyatida muomala madaniyati va psixologiyasi. Bu o'qituvchining o'quvchilar bilan hamkorlikda faoliyat olib borish va o'qituvchi o'z hamkasblari bilan va ota-onalar bilan ijobiy munosabatda bo'lishi va muloqot o'rnatish imkoniyatlarini ularni tushunish va pedagogik jarayonda, pedagogik va psixologik jarayonda to'g'ri yondashuvni qo'llash imkoniyatlari o'qituvchi qobiliyatida ifodalanishi kerak. O'qituvchining muomala madaniyati va psixologiyasi uning professional faoliyatining asosiy jihatlaridan biri hisoblanadi. Chunki bu o'quvchilarga nisbatan o'qish jarayonida qulay muhitni yaratish, o'zini va boshqalarni hurmat qilishni o'rganish va ijtimoiy adolatni samarali tashkil etishda to'g'ri izohlanish imkoniyatidan namoyon bo'ladi. Bugungi o'tiladigan mavzular mana shulardan iborat edi. Kimda qanday savollar bor? E'tiboringiz uchun rahmat.